Ishonasizlarmi, bu meni eng sevimli pirogim. Atigi 5 ta mahsulot bilan tayyorlab ko'ramiz. Bizga shunaqa 2 ta tuxum kerak bo'ladi. Tuxumimizni idishimizga chaqivoramiz. Ustidan 350 gram shakarni ham sovuramiz. Tuxum bilan shakar bir massa bo'lguncha avval venchiydi, keyin esa mikserda yaxshilab ko'pirtiramiz. Shunaqa oppoq massa hosil bo'lgandan keyin yog' sovuramiz. Qatig'imizga chayni sodani qo'shib, buni ham yaxshilab aralashtirib, massamizga qo'shamiz va ustidan elangan un solamiz. Tabga ko'ra nachenkasiga men shunaqa plitishni shokolad soldim va shunaqa sal quyuqroq bo'lishi kerak. Massamiz shunda yaxshiroq ichib chiqadi. Ustidan yana yong'oq ham sovurdim. Idishimizni endi yaxshilab yog'lab olamiz. Idishimizni yog'lab olgandan keyin tayyor bo'lgan massamizni qolipiga solamiz va 180 gradusda yarim soatga qo'yamiz. Mana pirogim tayyor. Qizarib, pishib chiqdi. Pirogning sirini opisiyada qoldirdim. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga xayr.